20 yil davomida yerni teshishdi. Eng chuqur nuqtaga yetishganda esa bir kechada hammasini beton bilan berkitib qochib ketishdi. 1970-yil Sovet Ittifoqi dunyoga sir tutib bir loyihani boshladi. Maqsad Yer sayyorasini iloji boricha chuqurroq teshib, ichida nima borligini bilish. Ular qaziy boshlashdi. 1 kilometr, 5 kilometr, 7 va qazish to'xtamadi. 20 yil davom etdi. Yetib borgan chuqurligi 12 kilometr 200 metr. Bu shu qadar chuqurki, Everest tog'ini ag'darib tashlasangiz ham tubigacha yetmaydi. Bugungacha inson qo'li yetgan eng chuqur nuqta va u atiga 23 sm kenglikda edi. Olimlar nimani kutgan edi? Oddiy tosh, qattiq jins. Lekin ular topgan narsa fanni larzaga keltirdi. Birinchidan, chuqurlikda harorat aql bovar qilmas darajada ko'tarildi. Kutilgani 100 daraja edi. Topilgani 2 barobar issiq. Asbob uskunalar eriy boshladi. Qazish imkonsiz bo'lib qoldi. Ikkinchidan, eng kutilmagani. Olimlar 12 kilometr chuqurlikda tirik mikroorganizmlar topishdi. Quyosh nuri million yillar tushmagan, bosim va harorat o'ldiradigan joyda hayot bor edi. Va uchinchisi, bu rasman tan olinmagan, lekin afsona bo'lib ketgan. Aytishlaricha, olimlar mikrofonni eng chuqur nuqtaga tushirishgan va eshitilgan ovoz inson qichqirig'iga o'xshardi. Minglab ovoz. Shu sababli loyiha jahannamga ochilgan eshik deb nom oldi. Ilm fan buni rad etadi. Bu ovoz ehtimol asboblar va bosimning ovozi bo'lgan. Lekin bir savol qoladi. 1992-yil loyiha to'satdan to'xtatildi. Quduq beton bilan berkitildi. Temir qopqoq bilan yopildi. Payvandlab tashlandi. Rasmiy sabab mablag' yo'qligi. Lekin 20 yil qazib, eng qiziq joyga yetganda to'xtash ko'pchilikni o'ylantiradi. Bugun o'sha joy Rossiyaning shimolida, sovuq shamol esadigan tashlandiq maydonda, zang bosgan temir qopqoq. Ostida insoniyat qazigan eng chuqur quduq va uning tubida nima borligini biz hali ham to'liq bilmaymiz. Insoniyat koinotni o'rganadi, Oyga chiqdi, Marsga yetdi. Ammo o'z oyog'imiz ostidagi sayyoraning atiga 100 dan 1 qismini teshib, to'xtashga majbur bo'ldik. O'z uyimizning ichini ham bilmas ekanmiz. Sizningcha olimlar nega haqiqatan to'xtashdi? Mablag' yo'qligimi yoki biz bilmaydigan boshqa sababmi? Kommentariyada yozing, fikrlaringizni o'qiymiz. Bu videoni do'stingizga yuboring. U ham bu sirni bilsin va obuna bo'ling. Bu kadr 404.